Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah va salatu vassalamu ala rasulillah. Do'stlar, avvalo mehmonlar bizni mahallamizga xush kelibsizlar. Alloh taolo qadamlaringizni bizni mahallaga, bu xonadonga barakotli qilsin. Shunday ancha mehnat qilib, shuncha urinib dasturxon yozgan do'stlar, qaysi joyda mu'minlar, musulmonlar to'plansa, o'sha joyda bir chimdim bo'lsa ham Alloh taologa manzur bo'ladigan suhbat bo'lsa, bir-birimizga nasihat qilamiz. Alloh taolo bir-birlariga nasihat qilinglar deyapti-da Qur'onda. Mana Chimyon qishlog'ida yashab, Xudolar shu Habibulloh qori esliga qilyapti deysizlar, do'stlar, doim shuni aytaman. Habibulloh qori sizlarga bir ulug'larning gaplaridan ozgina gapirib beraman. Bunaqa vazmin gaplarga esim yetmaydi meni. Ey Habibulloh qori deyapti, qarang. Ulug'larning gapini qarang. Agar misqoli zarra yaxshilik qilgan bo'lsang ham, misqoli zarra yomonlik qilgan bo'lsang ham, daftarga tushgan, videoga olingan, shuni esingdan chiqarmagin deyapti. Do'stlar, bizni eng katta xatolarimizdan biri shuki, do'stlarim, biz avvalo kechagi qilgan xatolarimizni, adashgan joylarimizni o'ylashni, eslashni xohlamaymiz. Vaholanki qancha olim va dono bo'lmaylik, qancha ibodatxon bo'lmaylik, daftarda arqa varag'ida qilingan barcha lo'qashlarimizni hammasini hisob kitobi bor, do'stlarim. Kimki o'ziga o'zi ayni olib qarasa, arqada qilgan shunaqangi lo'qashlari esiga keladi va uni to'g'irlashni harakatiga tushadi. Do'stlar, Go'ristonga yorug' yuz bilan borib olish qiyin ekan. Kun Aliyota mahallasida gapirdim. Nihoyatda bir olim odam bor ekan, ibodatlari juda ham ko'p ekan. Lekin oxirgi nafasi lo'qa bo'ldi. Juda elga tanilgan ilmiy odamlardan ekan. Ibodatda ham juda endi hamma tomonlama tanilgan, lekin oxirgi nafasi lo'qa bo'ldi. Nimaga o'shani gapirdi? Atrofdagi insonlar unga mehr muhabbat qo'ygan, undan nasihat olgan, un nasihatdan foydalanib o'rnalgan, lekin o'zi oxiri lo'qa bo'ldi. Bitta qilig'ini etdim. Bittagina qilig'ini etdim. Sababini o'sha bittagina qilig'i tufayli Alloh taoloning oldida hech qanday qadr-qimmati o'sha paytda ham qolmagan ekan. Do'stim, kim nima kasb qilgan bo'lsa, o'sha kasbida agar insonlarni ho moddiy qaqshatgan bo'lsa, ho ma'naviy qaqshatgan bo'lsa, do'stlarim, tezroq o'shanga borib ayaga yiqiling, vaqt g'animat. Bo'lmasa, yo'l jannat yo'li to'sib turibdi. Sizga yoqadimi, yoqmaydimi? Qur'onni xulosasi shu, hadisda dinni xulosasi shu. Birovni qaqshatib jannatga kirib ketavermaysiz. Birovni qaqshatgan insonni Alloh zolim deyapti, zulm qiluvchi deyapti. Do'stlar, shuning uchun goho bitta cho'nakda sho'damali o'tirib bir o'ylaylar, do'stlarim. Biz juda ko'p odamlardan qaqshaganmizda, yetimcha bo'lamizda. 20 yillik, 30 yillik, 50 yillarda qaqshagan kulpat ko'rganmiz. O'shanda qalbimizga yina sanchilgan. Ularida qancha begona bo'lsa, qancha jigarlarimiz bor. Xo'p yedik kulpatni. O'shanda qalbimizga yina sanchilgan. Akajon, ukajon, do'stim, Alloh uchun
Alloh uchun salom alaykum qilaveramiz, lekin o'sha igna qalbimizda sanchilgancha turibdi. Odamlarni ko'rganda bas, eslaganimda ham o'sha yaram yangitdan qonab ketadi. Demak, bu men bilan Go'ristongacha ketar ekan. Do'stim, siz tufayli sanchilgan bo'lsa, siz boblardan yurgan bo'lsa, yo do'stlarim, o'zingizga jo'r qilasiz. Habibulloh qori deyapti. Agar do'stlarimga, dushmanlarimga xor bo'lmay desang, hali nima dedim? Shu uzoq qarindoshimizni mahallasidan o'tib ketyapti. O'shani bolalari yasharida to'xtab, oqibat qilib to'xtadim. Endi bir ko'ngil so'ra o'tib ketay, odamgarchilik qilib Allohning yo'lida dedim. Ne chiqdi? Juda ham badavlat insonlardan. Parakam ketmaniga xursand bo'lmadi. Juda ham sovuq muomala qildi. U qo'rqib ketdi. Qorakam bemor keldi. Bir narsa so'rab keldi, shili deb qo'rqib ketdi. Duolarni qilib, niyaqa jilidim. O yoqqa borib qarasam, arqamdan qarab turibdi. Ko'zimga yosh to'lib qoldi. Ey Allohim dedim. Meni shunga muhtoj qilib qo'ymaganingga shukr deb yig'ladim. Do'stlar, insonni qalbida nimalar o'tyapti? Demak, o'sha do'stlaringizga yoki dushmanlaringizga muhtoj bo'lib qolishning sababi hisob-kitobda adashyapsiz. Noo'rin bir so'm ham sarf qilmang do'stim, o'shani uvali bor. Har bir ishda, ibodatda ham, sarf xarajatda ham, maraka mo'ridda ham o'ttacha bo'ling. O'ttacha bo'ling. Ukini bir joyga to'yga bordim. Kallamni qimirlatib, afsus deb 3-4 marta aytdim. Yonidagi ahli ilmlar tushundi nima uchun afsus deyotganimni. Baraka biz ham shuni o'ylab turuvdik deyapti. Ko'cha devorga $1000 sarflagan. $1000 ko'cha devorga sarflagan. Tejamkor bo'lgan deyapti. Do'stlarim, ichimizda shunaqa erkaklar o'tiribdi. Ichimizda, uni Xudoning oldida o'rigi yo'q. Ichimizda shunaqalar o'tiribdi. Bu qanaqa? Juda ko'p ayblari bor. Bittasini aytay, u ko'cha xandon, uy zindon. Xotin bola chaqalari, balki ota-onasi, kelinlari, nevaralari undan zir titrab turadi. Ravatdan kirib kelyapti, hammani yuragi bezovta. Chunki ko'zi bilan ham chaqadi, tili bilan ham chaqadi. Undan ota-onasi ham qo'rqadi. Lekin u namozdan kelyapti, masjiddan kelyapti. Do'stlarim, mana hammalaring o'tiribsizlar. Alloh taolo 5 qo'lni baravar qilmagan ekanda, hammamizni imtihon qilish uchun do'stlarim. Albatta, zamon qanaqa bo'lgan taqdirda ham albatta 5 qo'l baravar bo'lmaydi. Buni bu yerda gapirdim, hammani ham yuragi g'alat bo'lib ketdi. Mana shu hozirgi kunda bir ayol, tul xotin 2 ta bolasi bilan yashayapti. Bolalari 10 yashar, 15 yashar degandek, uchovi yashaydi. O'sha bir tashkilotda yashar ekan, ertadan mandan kechgacha bir qo'lda shipirgi, bir qo'lda kuroy bilan yuradi. Hamma shipirib sidirib. Bir kuniga 20 ming so'm oylik yozar ekan. O'sha tul xotin g'arib, o'zi yetim, 2 ta bolasi bor. Bir kuniga 20 ming so'm yozar ekan. O'shalar har kuni qozon qaynatalyaptimikin?
O'shani qarindosh urug'lari bordir. O'shalar xabar olyaptimikin? Sizni ham urug'ingizda shunaqalar bor do'stlarim. Do'stlarim, namozingiz shirin bo'lgan bilan, hoji ko'ningiz bo'lgan bilan do'stim, o'sha avvalo qarindoshingizdagi qo'li kaltalarga bering do'stim. Bering do'stim. Bir yigitga maslahat berdim. Bitta adresi berdim. Ertasi kelib yig'lab aytayapti, qoraka deydi. Ancha narsa berdim deydi. Undan tortib, oqyoqdan tortib, yurishdan tortib deydi. Moshadan tushirib, ravatga qo'ydim, chaqirdim deyapti. Oldin ikkita bolasi bor ekan, ayib bolalar chiqdi deyapti. Hay narsalar ko'rib, uyda bir gapiryapti. Aqasdan ayol chiqdi, keyin erkak chiqdi. Erkagi dartmon ekan, bitta qadam bosib chiqdi deyapti. Hali ayol shunday narsalar ko'rdida, ravatga shunday suyangancha o'tirib qoldi deyapti. Shunaqa ezilib yig'layapti deyapti. Shunaqa ezilib yig'layapti deyapti. Hali erkakni ko'zdan oqyapti deyapti. Menga nima degani ham bo'lmayapti deyapti. O'zini eplamayapti deyapti. Ro'zg'orda balki quruq nonda o'zi borda, qattiq nonda o'zi bor. Qachon qozon qaynatishgani kim? Aytdim, turing o'rningizdan bir quchoqlashaylik dedim. Alloh taolo bundan dayon shirin qilsin sizni dedim. Qoraga Xudoga shukr, meni sizga yo'liqtirdi deyapti. Men uyquda ekanman deyapti do'stlar. Ana jannat yo'llari qatta. Biz qo'ni qo'shnilar bilan uzilib ketganmiz. Qarindosh urug'lar bilan uzilib ketganmiz. Biz unaqangi o'zimizni urug'imizdagi kambag'allarni maraka mo'ritimizga ham aytmaymiz. Yana masjidda birinchi safda o'tirib namoz o'qiyapmiz do'stlar. Hammamiz ham yosh bola basmiz. Yoshimiz bir joyga borib qoldi. Do'stim, yaxshilik harakatida bo'ling. Ammo birorta inson siz tufayli ko'z yoshga to'lib qolgan bo'lsa, tezroq borib ayolga qiling, balki bugun sizni oxirgi imkoniyatingiz do'stlarim. Sizlarga ilinib gapirdim do'stlarim, chunki o'lim yaqin. O'lim yaqin. Otamizni ko'mdik, onamizni ko'mdik. O'zlari totyapti. Biz o'zimizni ovoramiz. Bizni ham sal kunda ko'm kelishadi. Ey do'stim, qanaqangi maqomga yetib borgan odam bo'lsangiz ham o'limiz yaqin. Nasihatga quloq soling, ertaga afsusingiz ozroq bo'ladi. Ba'zi bir yaqinlarimizga, ba'zi bir ahlimlarga nasihat qilsam, nasihatingiz deydi, boshqa yaqiling deyapti. Xo'p dedim. Demak, shayton uni qalbiga kirib, mustahkam bolalar tashagan qalbida. Bo'lsa bizga bunaqa gapirish uchun gap oson emas. Nasihatingizni boshqa yaqiling deyapti. Men muhtoj emasman deyapti. Kechirasiz do'stlarim. Ertaga afsus yeb qolmang, ertaga do'zaxga tushib qolmang deb gapirdim-da. Bizni vazifamiz irinish do'stim. Menga nima, o'lib ketmaydimi? Butundan battar bo'lsin deyishga haqqimiz yo'q biz. Mana bu xonadon egalari dasturxon yozishgan ekan. Shuncha urinishni Alloh qabul qilsin. Mana ozgina bir-biriga nasihat qildik. Alloh taolo hammalarimizni ham qalbimizga joy qilsin. O'tlarimizga Alloh mehr muhabbat solsin. Birovni qaqshat qo'yishdan Alloh o'zi bizni saqlasin do'stlarim. Oxirimizda Alloh o'zi baxya qilsin. Robbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaytana va hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين ربنا
آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الطيبين الطاهرين برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.